qilayotgan ishingiz sifatli bo'lsa, ertaga sizga yana ish olishingizga mana shu sababchi bo'ladi. Ya'ni 250-300 kvadrat bo'lib ketavergan uylarimizga yana 5-4 so'm bonusimiz bor, yo'q emas, bor. Tagidagi agar kley yaxshi ushlamasa, bu siz eng sifatli narsa qo'ysangiz ham kopeyada. Derazalar chiqariladimi, yo'qmi deb ko'p kishi yozgan ekan. Mana pasini to'g'rilaysiz. Oppa, salgina e'tibor va aboyimiz devorga yopishdi. Magan 400 ming, 500 mingga uchmang. 10 yil garantiya berganimiz sababli yo'q, biz unaqa ish qila olmaymiz. Hamma qiyinchiligini ko'rganmiz. Biz ham 15 yil ichida. Mana hurmatli muxlislar, mana Jarqo'rg'on tumaniga keldik. Yana bir uyimizda ish jarayonlarini tushiraylik deb mana. Mana bu yerga kelsak, mana Umid Rashidov ham ish jarayonlarini ko'rib, ustachilikka o'tib ketibmi, Umidjon? Keling. Qiyin emasmikin Umidjon yopishtirish? Buni nimasi qiyin, aka? Buni agar 1-2 so'm pulda ekonom qilaman deganlar, bemalol aboyni sotib olib, oilaviy ham yopishtirsa bo'ladi. Eng qizig'i o'zingiz ko'rsatasiz-ku, qanday yopishtirishlarni. Buni qarang. Mana Umid Rashidov bugun valiklashning qiyini jarayonida o'z qo'llari bilan ishlayapti. Bo'ldi, eng qiyini valiklash ekan. Valiklashga akamni zakaz qilasizlar. Mana shuni olasiz. Mana yerda chiziq tortiladi. Mana zazorni qo'yasiz, to'g'rilab. Chiziqqa to'g'rilasa bo'ldi. Mana pasini to'g'rilaysiz. Oppa, salgina e'tibor va aboyimiz devorga yopishdi, o'rtoqlar. Ana, like bosish kerak bunga. Xo'p, To'lqin aka qanday chiqdi? Qonqilalasizmi? Chotki zo'r, mana liniyada turibdi. Liniyani qarang. Dahshat. Endi bu ikkinchisini ikkita chiziqqa yopishtirganda arenterini olib, mana bunday qilib qo'yamiz. Umidjon, siz ham o'zi oldin ham ustachilik qilgansizmi deyman? Aka, 15 yil ustachilikda nonini yeb, buni hamma qiyinchiligini ko'rganmiz. Biz ham 15 yil ichida hamma qiyinchiligini ko'rganmiz. Hamma ishini qildik. O'zbekiston bo'ylab ishlaganmiz. O'zi aslini olganda ustachilikning noni-ku shirin. Shirin, azobi sal og'irroqda. Sal og'irroq bo'lsa ham atak lekin halol. Shirin, halol haqiqatan. Eng halol ishlardan bittasi bu. Endi hamma ishda ham halol ishlasangiz. Halol-da. Endi bu sal mana ustachilikda buni qarang. Mana shunday qilib chiroyli qilib faqat ozgina yopishtirayotganda e'tibor va mehr kerak. O'shanda ish yaxshi bo'ladi. Agar qilayotgan ishingiz sifatli bo'lsa, ertaga sizga yana ish olishingizga mana shu sababchi bo'ladi. Shunday. Agarda mana shunday gibki kamin mahsulotlari kimga kerak bo'lsa, o'rtoqlar, pastda telefon nomerlar qoldirdik. O'z xonadonimizda bir qator To'lqin akamiz bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni bekorga men o'zim yopishtirmayapman. Chunki ko'p kishi 85 ming so'm berishga sal erinadi. O'sha 30 ming, 35 ming usta haqqisini yoniga qolsin desa, bemalol materiallarni sotib olib, o'zlari mana shunday qilib yopishtirsa bo'ladi. Umidjon, qarang, endi bu materialni sifat darajasida ham bir fikringizni bildirib o'ting. Bu sifat darajasi. Endi bu aboylarimizni ham ayrim joylarda ko'rgansiz, albatta. Lekin farq bormi, yo'qmi? Shunisini siz farq endi qarang, mana bu toshlardan farq qiladi. Toshlarni ham yaxshi olish kerak, keyin mana bu kley, основной bunda mana bu kley. Tagidagi agar kley yaxshi ushlamasa, bu siz eng sifatli narsa qo'ysangiz ham kopeyada shunday to'kilib ketadi. Keyin ustalarni yopishtirishiga o'shanga ham e'tibor berish kerak. Liniyaga. Keyin mana bu materialni bir xil chiqishiga, sexdan. O'shalarga ham e'tibor berish kerak. Mana sexda ham qilinayotgan ishlarni bir qator ko'rsatib o'tib ketaman ekranga. Qani usta aka, mana charchab qoldi sherigimiz. Yordamchi tamom. Bu ham gurungga berilib qoldi-da. Biz ham ishni qilamiz, ham gurungni qilamiz To'lqin aka bilan. Mana hozir mana shuni To'lqin aka yopishtirang, keyin devorlarni bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'ldi, Umidjon, mana. Chotki qilib. Umid Rashidov ustachilik qilmoqda. Bu kimning xonadoni edi? Bu Jarqo'rg'on tumaniga qaraydi, bu yer. Jarqo'rg'onga qaraydi. Kakaydi, ha? Jarqo'rg'on tumaniga qaraydi. Surxon, ha. Jarqo'rg'on, Surxon. Bu akamiz Rossiyada. Rossiyada akamiz. Aka, karta raqam tashlab qo'yaman, mana shu shundoq kvadrat qilamiz, keyin kartaga pulini otib yuborasiz. Mana usta aka, endi bu yoqni g'ayrat qiling, men xudo xolasa chotki video qilay. Uyimizda egasi ham mana kamera turibdi, sizni ko'rib turibdi. Kameradan kuzatib turibdi. Menimcha kamera ham o'zimizning kanaldan akamiz zakaz qilgan shekilli. Shunday. Xo'p, To'lqin aka, uylarni ko'rsatamizmi endi? Endi nasib o'zingiz bitta ma'lumotlar berib yuborasiz. Sifat dedingiz, sifatini
farqini ajratish uchun odamlarga o'zingiz ma'lumot berasizmi? Bitta qo'limda arqib bo'lib yuvib olay. Mana o'rtoqlar, endi sekin asta men o'zim chiroyli qilib sizlarga xonadonni ko'rsatib o'tib ketaman. Ana To'lqin akamiz ham shu yerda. Assalomu alaykum hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari hamda bizni kuzatib boruvchilar. Hammalaringizga avvalo assalomu alaykum. Mana bugun Umidjon bilan yana keldik Jarqo'rg'on tumaniga. Har doimgidek. Bu uyimiz ham o'sha lemon svet, apelsin svet hamda qizil svetlarda bo'lyapti. To'lqin aka, xudo xolasa trendga chiqadi bu rang. Trendga chiqadi xudo xolasa. Bu rangdagi uylarimizning ikkinchisi. Bilsangiz o'tgan safar ham qilganmiz. Uchinchisi, yana bitta. Uchinchisi. Bu shu mahallaning o'zida uchinchisi mana bitib boryapti. Hozir bitishiga ozroq qolgan. Ustalar ish jarayonidan ham syomka qildik. Ko'rishlaringiz mumkin. To'lqin aka, nimaga yangi aytdingiz, Umidjon bu sifatlarda har xil bo'ladi, narxlar arzon bo'lgan deb biron farqi? Endi bundayda Umidjon qarang, hozir endi ko'p nimalarda o'zim guvohi bo'ldim. Sabab ayrim klientlarimiz bizga telefon qilishyapti-da. Keyin narx-navolar haqida surishtirishadi, u yoqdan, bu yoqdan, qayerdadir arzondir, qayerdadir nimadir. Men avval ham aytib o'tganman, yana aytib o'taman, bizning narximiz shu har doimga 80 mingdan 90 minggacha bo'lgan narx. Sababi biz tushira olmaymiz deb oldin ham aytganmiz-ku. Tushira olmaymiz, sababi bizning materialimizning sifat darajasi. Qolaversa mana devorga urilayotgan kafilnikli tortiladi bu. Yaxshilab eshitib oling, hurmatli qurilish qiluvchilar. Devorga shkaturkadan keyin kafilnikli tortamiz. Ustidan mana oq fon urilgan. Bu fonimizni ham maxsus o'zimiz tayyorlaymiz. Kafilniklilarda ham bozorga borsangiz, Umidjon 20 mingdan 45 minggacha. Shunda bir qopi. Shunda. Kimdir urayotgan bo'lishi mumkin, 20 minglikka 25 minglikda urib, narxini tushirib, kimdir nimadir qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz unaqa qila olmaymiz. Sababi biz ertaga 10 yil garantiya berganimiz sababli yo'q, biz unaqa ish qila olmaymiz. Shuning uchun oldin ham aytib o'tganmiz. 5 ming so'm arzoniga uchib, hurmatli Rossiyadan kuzatuvchilar, akalar, ukalar, opa-singillar, sizlardan iltimos. Mana musofir yurtga borib, shuncha mehnat qilib 1 so'm topayin deb peshona teringiz bilan topayapsiz, qiynalyapsiz. Bir xil kuningiz yaxshi o'tyapti, bir xil kuningiz sal og'irroq bo'lyapti. Nima bo'lsa ham yaxshi niyatda uy qurib bir chiroyli qilayin deb harakatdasiz. Ras shunchalik harakat qildingiz, arzimagan 400 ming, 500 mingga uchmang. Men oldin ham aytganman, yana ham aytib o'taman. 5 yillik stajimdan kelib chiqqan holda aytayapman. To'lqin aka, keyin qarang, ko'p kommentariyada siz ham o'qigan bo'lsangiz kerak. Ob'yomni hisoblayotganda, kvadrat zakaz olinayotganda eshik derazalar chiqariladimi, yo'qmi deb ko'p kishi yozgan ekan. Eshik derazalarning muhokamasi ko'p bo'lyapti. Uni doim aytib o'taman. Eshik derazalar mana misolda derazamiz 1,5 ga 1,5 bo'ladigan bo'lsa, 1,5 ga 1,5 bo'ladigan bo'lsa, 2 bo'ladi kvadrat. Shu atrofda bo'ladi. Biz buni qanday chiqaramiz Umidjon? Biz mana atkos ichiga yopishtirib qo'yibmiz, ko'rdingizmi? Shu atkos uchun ozgina mehnat qilingan ustalar sal qo'shimcha. Biz shu atkosni ichiga kirgizib, atkosdan qolgan, misol 1 kvadrat qolsa 1 kvadrat chiqarib beramiz. 1,5 bo'lsa, 10 kirgan bo'lsa 20, 1.30 hisoblanadi. Bir xil atkoslarimiz bor, 20 kirganda. Shuni hisobga olgan holda shu yerga ketadigan materialni ham hisoblaymiz, qolganini chiqarib beramiz. Bizga kerak emas. Misol mana fortishkamiz mana 40 ga 40 mi, 50 ga 50 turibdi. Buni atkosini shunday ko'tarsangiz, bu fortishka yo'qqa chiqadi o'zi. Tushundingizmi? Buni chiqarishdan hojat yo'q. Bu yerda bir kapek, buni atxotining o'zi bilan ketadi. Xuddi shunday eshik derazalarda holat shunday chiqadi. Endi eshik derazalarda sal kattaroq bo'lgani uchun, kattaroq bo'lsa, ko'proq chiqadi. Shunday. Atak bunda 1,5 ga 1,40 lik derazalardan 1 kvadratdan ziyod chiqmaydi. Atkosni ko'targanda-da. Lekin 10 ta bo'lsa, shu ham 1 kvadratdan bo'lsa 10 kvadrat qaytadi. 800 ming so'm. 10 kvadrat qaytadi. Narxlari necha puldan bityapti? Narxlari shu 80 mingdan 90 minggacha bo'lyapti. Bu xonadonimiz necha puldan bitdi? Bu xonadonimiz 80 mingdan bityapti. Necha kvadrat olibsiz? Bu xonadonimiz 238 mi shunday kvadrat. Zo'r xonadonni ham juda chiroyli qilganligimiz sababli bu aksiyada edi, Umidjon. Aksiya narxda qilgan edik. Aksiya qilganimiz bilan baribir o'ziga yarasha devorga mehnat bo'ldi, qo'shimcha narsalar qo'shildi. Shuning uchun uyda egalariga tushuntirgan holda qildik. Sababi devorga ancha mehnat qildik-da biz. Zo'r. Mana tayyor shkatorkada turgan uylarimiz, yaxshi shkatorkada turgan joylarga bitta aytilgan narx, kelishilgan narx ketaveradi. 200 dan yuqorilab ketavergan, 250, 300 kvadrat bo'lib ketavergan uylarimizga yana 5-4 so'm bonusimiz bor, yo'q emas, bor.
lekin baribir shu men yana qaytarib o'taman, shu sifat darajasiga e'tibor bering, 4 so'mga uchmaydi. Chunki siz ishlab yuribsiz musofir yurtda. Shunday. Ertaga 1 yil, 2 yil o'tib tashlash holatlari ko'ryapmiz ko'p joylarda. Sovuqqa, muzgalakka, ana shu narsalarga e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi deb o'zim o'ylayman. Usta aka, hali ham bo'lmabsiz-ku, buni qarang, men tez yopishtirib edim. Akam hali ham ikkitani yopishtirib o'tiribdilar. Mana usta akalarga bitta like-ni bosib qo'yasizlar o'rtoqlar, mana shunday ishlarni qiladiganlar kommentariyada izoh qoldirsangiz bo'ladi. Biz ham faloncha viloyatda ishlayapmiz yoki qaysi viloyat, qaysi tumandan ish olib borilayotgan bo'lsa, brigada bilan kommentariyada yozib ketingizlar o'rtoqlar. Safimiz ko'pligini bilamiz. Mana uyda atrofini sekin-asta ko'rsatib o'tib ketaman, lekin uyda proyekti ham menga yoqdi, juda chiroyli uy bo'lgan. Chiroyli uy bo'lgan. Rossiyada yurganlarga kechasi vaqt ko'p bo'ladi. Qo'yga yemish ber, sigirga yemish ber yo'q. O'tirib faqat proyekt chizadi-da ular. O'zimizdan aslida klientlarimiz o'zi shu rossiyaliklarda, rossiyaliklar deganda qanday shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz, ko'proq klientlarimiz. Shularning xizmatidamiz, shularning ishi yaxshi bo'lsin, sifatli bo'lsin deb jon kuydiramiz-da. Shunda bilasiz, doimiy bizning harakatimiz shunda. Zo'r. Kartochka ham zo'r bo'pti, kartochka dehqonchilikni qarang. Har tomondan olib beraveraman qishloqda sog'inganlarga. Mana bunaqa loy devorlar o'zi oldindan bor edi, kamayib boryapti, ko'rmaganlarga ko'rsataman. Zo'r, osh bo'lsin. Mana. Xonadon hamisha to'ylar bo'lsin, ha, To'lqin aka mana shu xonadonda. Buni qarang. Juda chiroyli proyekt bo'pti. Agar kimga proyekt kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, uyda egasi o'zi razmerlarini aytib yozib beradi. Bu uyda egasi ham ukamiz Rossiyada, kanalimizni kuzatib boradi. Shu uchun aytayapman-da. Kommentariyada qoldirishsa, uyda egalari o'zlari aytadi. Juda chiroyli proyekt bo'pti, osh bo'lsin, uy qurmoqchi bo'lganlarga. Xullas, o'rtoqlar, kanalimizni kuzatib borsangiz, mana shunaqa sifatli fasadlardan tashqari ham mana shunday chiroyli razmerdagi xonadonlarni ham ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Kimga agar mana shunaqa fasad xizmatlari kerak bo'lsa, Gipki Kamen mahsulotlari pastda nomerlar qoldirdik. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar amalga oshiradi. Eng asosan Surxondaryoda hozir ish bo'lyapti. Qo'shni davlatlardan Tojikistonga ham ish bo'lyapti. Bemalol telefon qilasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Musofirdan telefon qiluvchilarga. Ba'zilar endi nima bo'ladi-yu? Roamingga tushib qoladi. O'sha uchun Telegram, WhatsApp bor mana shu nomerlarda. Обязательно agar Telegram chiqmay qolsa, Telegramni o'ziga saqlantiringizlar. Ba'zida Telegramda injiqliklar ham bor. Kanalimizni kuzatib borasizlar. Vaqtlaringizni ko'p olmayman. Fasadlarni mana qisqacha ko'rsatib o'tib ketdim. To'lqin akam gapiraverdi, men ustidan sizlarga fond berib ketdim. Kelgusi videolar balkim sizni xonadoningizdan bo'lishi mumkin. U uchun esa zakasda bosaverasiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.